Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, sigir, bo'g'oz, enabola ishqibozlari. Mana bugun Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Xo'jaobod mol chorva bozoridan syomkamiz bo'ladi. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha video syomka qilib sizlarga yoritishga harakat qilamiz. Mana shu molimizdan boshlaymiz. Aka, bu necha pul bo'lyapti savdosi? Qancha? 13,5 million savdosi bo'lyapti. Bo'g'oz qanaqa bu? Oylik bo'g'oz, 4 oy. 4 oylik bo'g'oz ekan. Suti ham bor-a? 8 litr. 8 litr suti bor. Aka, qiziqqanlar nomer beraverasizmi? Nomeri yo'q, tuzatasiz. Akamiz telefon ishlatmaydi ekan. Yana bola ishqibozlariga, 3 boshli ishqibozlariga. Aka, onasi necha oylik chiqdi, tekshirtirsa? 4 oyga yaqin chiqdi. Necha litr suti bormi oldi? 8 litr suti bor. Necha kurak? 6 kurakmi, 8 kurak? 6 kurak. 3-chi bolasiga bo'g'oz ekanda. Bolasini olib so'raganlar. Sutga to'ygan. 8 litr suti bor ekan. O'ta go'zal ekan. Allah o'z nomerini olib beramiz. Neç pul deyapsiz buni? 38. Qancha? 38 million kami bor ekan. Aniq 4 oylik bo'g'oz 8 litr sutga javob beradi. Mana olaman deganlarga 3-4 million pulni olib qolaveradi. Qiziqqanlar nomerni aytaverasizmi? 93lik 859 2400 ga aloqa qilsanglar, agar sotish bormasa bemalol kelishmalarasiz. Molni o'ta go'zal. Necha kurak ekan aka bu? Bitta tuqqani, bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 4 oylik bo'g'oz ekan. Bo'ylari buruq atrofiga. Suti nechta? 10 tami? 12 litr suti garantiya. Bo'pshim suti. Ishqibozlar uzoqdan ko'raman aytaveradi. Pulini nima deyapsiz buni aka? 40 million kami bor. 40 million kami bor ekan. Bozor nech pul berdi? Hozir 34 million 33 million. 34 savdo bo'lyapti. Aka, qiziqqanlar nomerni ayting. 99lik 642 642 52 52 ga aloqa qilsanglar, agar sotilib ketmasa akamiz bilan kelishaverasizlar. Sotilib ketsa uyda ham bor bunaqalar, ha? Bozoringizda bersin. Nech pul bo'pti? 19,5 bo'ldi. Aka, nech pul bo'pti bu qon? Ikkitasi 40 million bo'ldi. Aka, nech pul bo'pti bu qamiz? 16 million bo'ldi bu qon. Sotilganlarini ham narxini so'rabman. Aka, qora buqa nech pul oldi? 18 million 500 ming bo'ldi mashina. Bo'lar bu 25 atrof. Asabchidan bilan Aka, nech pul bo'ldi xunajinlar? Bilmadim. Buqa nech pul oldi tog'a? Aka, nech pul bo'ldi ena bola? Onasi bo'g'oz chiqdi. 2 oylik bo'g'oz chiqdi. Ertaman ko'rdik. 32 million 700 mingga sotilib 3 boshligidan. 8 litr suti bor dedi, buni ham bolasi xunajin 2 oylik bo'g'oz. O'ta gigant varianti. Sotyapmiz. Yangi tuqqan bolasi nima? Bolasi xunajin, ko'paysin variantlari. Aylari o'ta to'g'ri ekan bu. Ular 120 atrofida 118 chiqadi.
Nomeri 90lik. 13 13 18 18-26. Agar sotib ketmasa bemalol savdo olaverasizlar. Kelish qolganlarga bo'ladi, kelishtirib berasizlar. kelishtirib beradi. Bozoringizni bersin aka. Hoji aka nech pul oldi yana bola? 30 million 800 bo'lib qanash kattasi. Hoji aka bu qancha pul oldi? 9 million 800 ming bo'lib chiqdi. Shvedni o'ta kelgan 7 uy bo'g'o 8 oydan o'tgan bo'ylari 1.40 atrofida. Chandirda ham yorvoradigan 20 litr sut bergan ekan bolamiz. Berdor, tig'dor. Bolamiz 8 kilo, 4-sini 8 o'tdi ekan bola. Bo'ylari 1.35-40 atrofida chiqadi. 8 kilo, 4-sini tug'adi bolamiz. Puli nech pul deyapsiz? Pulini 35 beradi. 35. Bozor nech pul berdi? 29. 29. Tepasiga yurganga beraverasiz ekanda. Telefon nomerini aytaverasizmi? Akamizni telefon nomerini bera olmaydigan o'zim yaqin akam. Yaqin. Sigir aka. O'zim yaqin akam, agar qiz o'zim nomerimga aloqaga chiqaverasizlar. 93 465 28 27 yechsanglar, akamizning nomerini beraman, gaplashaverasizlar. Aka nech pul olib qurajin? 1 million bo'ldi. Aka. Aka bu qancha nech pul oldi? Aka nech puldan bo'ldi? Qisara bular ham 3,5 million bo'ldi. Harigisini aytmadi. Yaxshi. Aka nech sigir? 16 qisara. 16 qisarga sotiladi. Hurmatli aytuvchilar, bozorimiz ham tugadi. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Doim sog' bo'linglar. Ishlarga omad.